Assalomu alaykum Mustafa. Hormi? Pechkada otladimi pechkada? Ma'lumot bersiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu O'zbekiston xalqiga murojaat qilamiz. Xudo xolasa Andijon pechkalarini mana yangi boshladik. Seximiz Andijon joylashgan. Ko'rsating. Zakazlarga mana upakovka bo'lgan holati mana upakovkasiz holati. Xudo xolasa Moskvada butun Rossiya bo'ylab ishlab yurgan aziz yurtdoshlarimizga shu gaz yo'q joylarga asamno, lekin gazga ham mana turbalarni o'rnatib ustunuka qilasizlar. Ozgina gazga ham zo'r isitib beradi. Ikkita uyni o'rtasiga, devor orasiga o'rnatilganda ikkita uyni isitadi bemalol. Sinalgan, o'zimiz uylarimizga ham qo'yganmiz. Mana, xudo xolasa ko'ring mana. Xudo xolasa mustahkam ishlatilgan qalin listlardan qilingan. Xudo xolasa nomerlarni qo'yamiz. Usta bolalar mana ishlayapti, ma'lumotlarni berishadi hammasi. Tanish bilishlar ham aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa shu yilgi keladigan qish issiq o'tsin hammalarning uylarida. Musofirda yurganlar tushunadi. Uydalar telefon qiladi, ko'mir, qiyinchilik katta-yu, gaz tomonlama. Mana shu mana inshaalloh uylarga xizmat qiladi. Ikkita uyni birdaniga isitib beradi. Devor orasiga o'rnatishlari bilan xudo xolasa kelishamiz. Nomerlarni qoldiramiz. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Mana shu polniy zakaz mana shular. Kattaroq pechka bor. Aytilgan sizlar aytgan holatdagi razmerlarga ham, misol listlari ham har xil holatda bo'ladi. Kattaroq listdan qilishimiz mumkin. Razmerlari ma'namda chiqadi, ovqat qilsa bo'ladiganlari bor. Bunda bo'lmaydi ovqat qilsa. Ko'rsataymi yuring, ovqat qilsa bo'ladigani bor. Mana monosini mana qozon tushaveradi maytga, hozir bu upakovka qilingan. Qozon tushadi, bemalol ovqatda bitta ovqatdan pishaveradi. Ham uyda isitaveradi, ham ovqat pishaveradi. Pechkamizning nomi Andijon pechkalari. Aloqaga chiqaverasizlar. Musofirda yurib ishlayotganlar hammalarga omad. Yaxshi ishlab, pulni bosinglar, uyga jo'natinglar, pechkalardan olinglar.